1 may 2026 mana bodom ko'chatimiz. Bitta yaqinda enishimiz boqqiluvdilar mana ko'rgan keluvdi. Mashinani bitolmagan. Mana o'tda chapilmagan. Keyin ko'karishi zo'r mana. Ko'karish foizi. Ko'chatlarimiz mana ko'rishinglar mumkin. 100%. Ko'karishi zo'r. Bular xato qilibdilar mana. Makka ekib qo'yilibdi. Bu makka yana bir oydan keyin shu odam baravar ketaman, ko'chat qilib ketadi. Oralarda rivojlanmadi ko'chat. Shuning uchun ko'chatdan baland bo'lgan ekin ekmas kerak, iloji bericha mana. Ancha 1 gektarga boqilgan. Bodomni ko'karishi zo'r lekin ko'chatlar mana. Natija ko'karishi. Endi bu baland kelsa yipladi, havo aylanmadi, ko'chat rivojlanmadi, sayr uzab turaveradi, barglari ham uzun bo'lmadi. Ko'rishinglar mumkin. Shuning uchun boqqiladi yo'lda tavsiya qilamiz. Ko'chatdan baland bo'lgan ekin ekmas kerak, iloji bericha. Shunda bog'da natija yaxshi bo'ladi. Keyin o'rgani chapish kerak, mana chapilmagan. Makkani chapib yurishyapti mana. Buni ham choptiramiz endi sizga motoblogda.